sizlarga kim bilan talashishni o'rgataymi jamoat? O'zinglar bilan tortishinglar, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytibdilar: kim bomdod namoziga turmasa, shayton kelib bavul qiladi quloqlariga deyaptilar. Ana o'zingiz bilan tortishing endi. Sen o'zi tuzukmassan. O'shunda rivojlanadi odam. Falonchi kuni bomdodda uxlab qolgansan. Sen o'zi juda ko'p g'iybat qiladigan odam bo'lib qolding. Sal ozaytirsang, bu urvoravering o'zingni, hech bo'lmaydi. Kiminglar shunday degansizlar? Hech kimimiz shunday qilmadikda, birodarlar. Shuning uchun rivojlanish yo'qda. Yolg'onchi deng o'zingizga qarab. 2-3 kun o'tgandan keyin, baxil, qachon ehson qilding deng. Cho'ntagingdagi pulingni jo'ronga maqtanib, hali samovarga berasan, ber, kambag'al, faqir, miskinlarga ber deb o'zingiz bilan talashing. Qachon qarindoshdan xabar olding deb o'zingizga ayting. Eng oxirgi savolni bering o'zingizga. Necha kirding o'zi deng. Nima qilding shuncha payt deng. Umr qayerga ketdi? Gapirdim boshqalarni, biri o'ldi, biri qoldi, menchi. O'zimchi degan narsa bor. Men xatogo'yman. Men kamchilikka yo'l qo'yib qo'yapman, ibodatni yaxshi qila olmayapman, ehsonni yaxshi qila olmayapman, g'iybatchiroq bo'lib ketdim, yolg'onchiroq bo'lib ketdim, gapchi bo'ldim, unday bo'ldim, bunday bo'ldim deng. Ana o'shanda odamning haqiqiy rivojlanishi bo'ladi.